Mangu Ligasida 3-turnirda navbatdagi shiddatli jang. Amirxon Alixo'jayev eronlik raqibi Alireza Shareti bilan oktagonga to'qnashuvga keladi. Keskin kurash va yuqori temp murosasiz jang kutmoqda. Kim g'alaba qozonadi? Fikringizni kommentariyada yozing. Doğrusu hozir nima desam bo'ladi? Hozir buni raund nokaut qilaman degani ham qo'rqaman. Chunki nimaga desangiz, oxirgi bo'yinda juda ham xunuk mag'lubiyat bo'lgan. Shuning uchun men hozir kimgadir nimadir deya olmayman. Avvalambor menda 3 raund urishsam ham nima bo'lgan taqdirda ham g'alaba qozonishim kerak. Xudo xohlasa O'zbekistonga bayroqlarimizni balandlikka ko'tarib, shu vatanimizga g'alaba qilishim kerak. Birinchi